Assalomu alaykum. Men ushbu murojaatimni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga yo'llamoqchiman. Men Jizzax viloyati G'allaorol tumanida yashovchi yolg'iz ona sifatida murojaat qilmoqdaman. Mening 3 nafar farzandim bor. Uchalasiga ham ish izlab uzoqqa ishlagan imkoniyatim yo'q. 6 yildan buyon uy-joy masalasida mahalla va hokimiyatga yordam so'rab kelmoqdaman, ammo bolalar nafaqasidan boshqa yordam bera olmasligini menga ta'kidlab o'tmoqda. Muammoyim amaliy jihatdan hal etilmadi. Menga tegishli uy-joyning fundamenti mana bu qo'yilgan, biroq moddiy imkoniyatim yetarli bo'lmaganligi sababli va kadastr hujjatlari bo'lmaganligi sababli qurilishni davom ettirib, devorlarini ko'tarish va uyimizni yashash uchun yaroqli holga keltirish imkoniga ega emasman. Oilaviy sharoitim og'ir, uyda muammolar va kelishmovchiliklar ko'p. 3 nafar qizim bilan munosib va xavfsiz sharoitda yashashga juda muhtojman. Shu sababli holatimni joyiga chiqib o'rganib, menga qonun doirasida amaliy yordam ko'rsatishingizni iltimos qilib so'rayman. Jumladan, uy-joyni qurib bitkazishga va kadastr masalasida imkon qadar qonun doirasida qonuniy tartibda hal qilishda amaliy ko'mak yordam berishingizni so'rayman. Bu mening fundamentim. Uyimizni fundamenti. Buni kadastri yo'q. O'shanga kadastr masalasida, ko'tarish masalasida ozgina ko'mak berib, yordam berishlaringizni so'rayman. Murojaatimni e'tiborsiz qoldirmasdan, oilaviy va moddiy sharoitimni inobatga olishingizni hamda ko'rilgan choralar haqida menga yozma javob berishingizni iltimos bilan so'rayman va kutib qolaman. Oldindan rahmat.